Assalomu alaykum Guliston City'ning podpischiklari. Gulistonimizda o'yin kundan kunga avjga chiqib zo'r bo'layapti. Komandalar kam qolyapti. Birinchi joyga hamma komanda urra qilyapti. Pagoda kelsa pagoda ham vafsha gizala bo'layapti. Shunday zo'r issiq bo'layapti. Bugun 14-yanvar bo'lib o'tgan o'yinchilar hozir. Birinchi o'yin Kirov Xumsangir bilan Temur Malik o'ynaydi ekan birinchi o'yinda. Ikkinchi o'yinda esa Guliston birinchi uchastka bilan 11 tam o'ynaydi ekan. 4 komandaga ham omad tilaymiz aynalar. Sizlar like bosib, podpisa qilib, podpisatsiya qilib, podeshkada bosasizlar, tamom. Shukunlar rezultat ham yaxshi bo'layapti. Prosmotr ham gapi yo'q, janlari zamon bo'lsin zo'r bo'layapti-yu. Podpiska kam bo'layapti-da. Shuni ham bosib qo'ysangizlar, shol kamlik qiladi, zo'r bo'ladi. Nima deymiz? O'yinda polni ta'alga olib boramiz. Hamma komandalarni ko'rsatib, bugun vobshe boshqa har doimgidan zo'r qilib olishga harakat qilamiz. Kechagi o'yinning aynalar rezultatini aytsak, kechagi o'yinning rezultatini ko'pir so'rabdi. Kecha Dang'ara Sargazoniman 53-maktab, ya'ni 4-nasoz o'ynagan edi. 4-nasoz boy berdi, Sargazon urgan. Ikkinchi o'yin esa Pravda 2 Vag'ishman, Guliston 2-nasoz o'ynadi. Guliston pobeda ikkinchi o'yinda. Qani bugun ko'ramiz, qani qaysi o'tadi ekan. Hammalaringga sizga omad. Xo'p, oynalari. O'yin ham boshlanish jarayonida, qarochi, bu yoq kelsa Kirov Xumsangir, bu yoq Temur Malik. Ikki tarafga ham omad tilaymiz. Yazini boshlaringlar aynalar. Bu yoq fanatlari. Sizdan bu yoq fanatlari. Sponsorlar ekan bu kishi. Bu kishi trener ekan. O'yin ham boshlandi. Kirov Xumsangir bilan Temur Malik. İştirak yaptı Xumsangir, Kirov. Boshladi. Давай! Яна! Gol. Temur Malik bitta gol urdi. Temur Malik. Aynalar o'yin ham zo'r ketyapti. Qayta like bosasizmi? Podpisatsiyanchi. Bo'ldi, janlari zamon bo'lsin. O'yin ham ikki taraf ham chot o'ynayapti, tazza o'ynayapti. Gapi yo'q ikkoviga. Xumsangir 2 birinchi taymda. Temur Malik 1. Ikkovi ham vobshe chot tazza o'ynayapti. Zo'r o'yin ketyapti lekin. Xumsangir degan bo'ladi. Urra qiliblar ikkovilarni. Gapi yo'q. Ikkinchi taym ham boshlandi. Xumsangir ishtirak etdi. Bechara varataga qiyinda shundaylar. Xumsangir ham shot. Xumsangir 2, Temur Malik 1. Gol. Xumsangir ishtirak etdi. Короче, finalda bo'lyapti.
Temur Malik bilan Qumsangir. O'yinda 3-3 bo'ldi. Temur Malik deyapti. Qumsangir tepdi. Gol. Temur Malik. Gol. Qumsangir. Qumsangir deyapti. Şakir! Bildirip koyma. Şakir şaşılma. Rışa işi gol ekan. Çok uzaktan varma. Çok uzaktan varma. Tamam. Millet şaşılma. Çok uzak varma, şaşmasan. İnşallah gol. Bas kırma, korkma. Za победа. Bildirip koymayın. Qaytarsın. Qumsangir победа. O'yinlar bunda birinchi o'yin ham tamom bo'ldi. Qumsangir победа. Hozir ikkinchi o'yin boshlanadi. Bu taraf 11 dan Vag'ish, bu yoq Guliston birinchi nasos. Birinchidan tomosha qilamiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. Mana bu taraf 11 dan. Xush kelibsizlar. 11 dan. Qana ko'mil axir. Bu taraf Guliston birinchi. Kulib turibsizlar qishloqdoshlar. Aha, davay. İki tarafga ham omad tilaymiz. Gazini bosingizlar aynalar. Молодец. Ishladi Guliston. İzzet cügürmeyin sen. Gol. Guliston ikinci golda ham urdi. Gap yo'q. İkinci oyunun birinci time ham tamam oldu. Guliston 63, 11'dan 4 bakalım. Tomosha qilamiz aynalar. İkinci time. Qarib qoldi gol bo'lsa. Zo'r.
Guliston 3 gol urdi. 11 tam 0. Keyin bugungi bo'lgan o'ynagan korrekt komandalarning qaysi o'tganini opisiyaga yozib qo'yamiz. Ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. Chanlari zaman bo'lsin. Like bosish esingizdan chiqmasin. Podpisatsiya